Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Mana ikkinchi o'rtoqlik uchrashuvini Niderlandiyaga qarshi o'tkazib oldik. Bizani o'zbeklar ham gol urar ekan, xudoga shukr. Mana xudo xolasa mana 2-0 ga Kanadaga yutqazdi. 2-1 Niderlandiyaga yutqazdi. Endi bu yog'i 0-0. 0-1 ga yutamiz, 2-0 ga yutamiz. Bir ham o'ynasak bo'lsa kerak menimcha. Xullas bolalar просто tak marojniy yegani ketmadi. Xudo xolasa yutuvlar bilan bir bayramlar bilan qaytib kelsa, aeroportda kutib olamiz o'zida. Bugun mana havo yo'llarida notch ishladik. 9-iyun 2026-yil. İşimiz tamam bo'lyapti. Ertalab mana hozir 1 soatdan keyin xudo xolasa smen topshiramiz. Hali oldinda xudo xolasa yutamiz hali. Boshqa negativlar yozyapti-yu, gol urolmaydi, yutqazadi. Xudo xolasa shunaqa chiroyli o'yin qilib keladi bolalar, tomosha qilasizlar. Hali obro' oshadi bu bolalar hammasi. Mana men degan klublardan takliflar tushadi hali. O shundoq ham 3-4 bolalarimizga takliflar bor. Xudo xolasa bundan ham zo'r bo'ladi. Hali yutuvlar bor. Hech ham siqilmaydi, hali yutadi. 18-yilgi o'yinni tomosha qilamiz. 18-yilgini. Omon bo'linglar.